Hem de ilahi talimatla insanın şu micazini ma insanın lahilengen lahiyasiga mas şekilde qo'llanish uchun insanın aşı micazning keynidan, aşı xarakter, aşı havasning keynidan minib ketmaslik uchun asli insonlar mushu dunyoda yashashda bekitilgan prinsip tarafga burash uchun ilahi talimatlar keladi. Şu vaqtida agar biz o'zimizning shu havasimizningki, shu mijazimizning ustidan g'olib kelib, o'zimizning asli tabiati, ya'ni asli lohiyasiga mos shaklda kelsak, bizning lohiyamiz o'zimizning sirtqi shakliga aylansa, turmush odatimizga aylangan vaqtida, yashash uslubimizga aylangan vaqtida, ondan keyin inson Allah iroda qilgandek bir shaklga kiradi. Buni biz Sibg'atalloh, yani Sura Baqaraninki oxirgi oyatlarida biz tafsir Sha'roviyda izohlagan shaklda inson bir holatga keladi. Nijot topadigan holatga keladi. Ya'ni nishoniga yetalaydigan, yo'lni oxirigacha bosoladigan bir holatga keladi shu vaqtida. Endi mishada insonninki mijozi, havasi, masalan desak, pul top deydi. Biz ilgili darasimizda degandek, mijozning hammasi xato emas. Faqat to'g'ri va xatoga sarf qilish masalasi. Mijozni to'g'ri yo'lga yoki xato yo'lga mangdirish masalasi. Sizning mijozing pulga seni qiziqtirdi, mol dunyoga qiziqtirdi. Tamam, bu xato emas. Ammo ta'limot nima deydi? Sen mushu qiziqib topgan mol dunyoni yaxshi o'rinlarga sarf qil. İsraf qilma, buzib shoshma deydi. Mush ta'limot bo'yicha sizning mol dunyoga qiziqqaning mush ta'limot bo'yicha ep berilsa, mush ta'limotga bo'ysunsa, sendagi mol dunyoga qiziqish ajoyib natijalarni yaratadi. Sen ko'plab iqtisodiy unum yaratsa, yaxshi taraflarga sarf qilsa, ajoyib bir natija. Sening mijozing, sening havasing xalqning maxfiyatliklarini, bazı ayıp noksanlarını koçulaşqa seni qana qiladi, haydaydi. Bilgin kep turdi. Ammo ta'limatchi, ilahi ta'limatchi xalqning ayıplarını açma. Meylinden bulab kelsin, uning ayıplarını yo'ga deydi. Sening mijozing, sening havasing, sening hissiyoting güzel ayollarga to'ymay qarab ko'zlaringni yetiltishga seni chaqirdi. Bu orqali huzurlan deydi. Ammo ta'limot nima deydi? Ko'zingni yum. Halol shaklda havasingni qandu. Ma shaklda, demak, bu yerda tabiat, insonning tabiati, ya'ni xarakteri, ya'ni mijozi havasi nuqtasiz qo'yitilsa, chulvursiz erkin qo'yitilgan vaqtida inson o'zini boshqarolmaydigan bir holatga yetadi. Endi dinning ta'limoti nima deydi? Sen o'zingni boshqa da'vatidi. O'zingni kontrol qil. Ya'ni o'zingga bo'ysun da'vatidi. Mana insonning o'ziga bo'ysunmaydigan, ya'ni o'zi boshqa, bizmi deymiz-ku odatda gapimizda bor. U o'zi boshqarolmaydi deymiz-ku. Ya'ni o'zi boshqarolmaydigan bir holatga tushib qolishdan bu ta'limotlar bizni saqlaydi. Endi mush yerda o bir mijoz insondaki, men hozir qilmanglar, etmanglar ilahi ta'limot orqali uningdan chekininglar da'vat qiling, o'zi bir mijoz. Mijoz degan insonni tortib turadi, insondan qig'is kelib turadi, qiziqib turadi. Ta'limot uningdan bu yoqqa kelsa, u yo'lda mangma da'vatidi. Dal mushada bir tirishchilik ko'rsatish to'g'ri bo'ladi. Mushada bir sening mijozing bilan ilahi ta'limotning o'rtasida bir zidlik chiqadi. Dal mushu qarshilikni yengib Üzənginin nəfsinin üstündən qalib gəlib, həvəsinin, şəhvətinin üstündən qalib gəlib üstüdən təlimat boyunca mağalığının cənnət üçün tülügən bədilən oludu. Cənnətinin ötəydiğən bədil oludu. Cənnət bekar gəlməydi o ki. Allah Qur'an-ı Kerimdə bu xil bədel tülügənlərinin erişidiğən nəticəsini nimdə ifadələdi? Surə Naziyatının 40-41-ci ayətində وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbidan qo'rqib va nahan nafsa anil hawa o'zini bayatın biz degandek xohishlarining, havoyi havaslarining ki mijozinin qiziqtirishlarining
yollardan tuzab qala alsa, yani özünü kontrol qila alsa, özünü boshqara alsa, özünün həvəsinin keyniga kirmasa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Onun erişidigan o'rni cennet oladi. Bunun mukafoti cennet.